Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan qurilish va migratsiya mashinalarini ishlatish fanidan quyidagi mavzuni o'tamiz. Bu mavzuning nomi demak mamlakatimizda va xorijda texnikalarga texnik servis ko'rsatish deb nomlanadi. Endi bu yerda bevosita o'zimizning suv xo'jaligi obyektlariga keltirilgan texnikalar bo'yicha va ularning servis xizmatlari bo'yicha demak ma'lumotlar berib o'tamiz. Mana misol uchun mana fermer xo'jaliklari ayniqsa AQShda hamda Yevropaning rivojlangan mamlakatlarida keng qulochga ega hamda ular juda ham ko'p tajribalarga ega. Masalan, AQSh qishloq xo'jaligida yerga egalik qilishning xilma-xil shakllari mavjud. Mana birinchisi to'liq ijarachilar. Bular yerni ijaraga olib qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi fermerlar hisoblanadi. Ikkinchisi mana qisman ijarachilar. Bular qisman o'z xususiy yerlari bo'lgan holda boshqa joylardan qo'shimcha ravishda ijaraga yer olib qishloq xo'jaligi bilan mashg'ul bo'lgan fermerlar hisoblanadi. Uchinchisi esa qisman ijarachi va ijaraga yer beruvchi yer egalari. Bular qisman o'z xususiy yerlari bo'lgan holda boshqa joylardan qo'shimcha ravishda ijaraga yer oluvchi va ayni paytda ijaraga yer beruvchi fermerlar. To'rtinchisi esa yer egasi bo'lmish fermerlar. Bular o'z tasarrufidagi yerda qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanadi hamda yerning bir qismini ijaraga beradi. Va beshinchisi xususiy yer egalari. Bular yerga egalik qiluvchi, lekin qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida bevosita qatnashmaydigan, yerini esa ijaraga topshiradigan shaxslar hisoblanadi. Ana undan tashqari mana misol uchun mana AQShdagi fermerlarning 64% qisman ijarachi va ijaraga yer beruvchi yer egalari bo'lsa, 17% qisman ijarachilar tashkil etadi. 11% esa to'liq ijarachilar, 4% esa yer egasi bo'lgan demak fermerlar hamda 4% yana xususiy yer egalarini tashkil etadi. Bu fermer esa nima bilan shug'ullanadi? Mana birinchisi mana ishlab chiqarishning real imkoniyatidan keng foydalanib uning mazmuni, yo'nalishi hamda tarkibini mustaqil ravishda belgilaydi. Ikkinchisi esa iqtisodiy manfaatni ko'zlab o'zida yetishtirilgan mahsulotni sotish yo'llarini izlaydi. Uchinchisi esa daromadni ishlatishni o'sha bu yerda davlat solig'idan tashqari nazarda tutiladi. Uni o'z ixtiyoricha ishlab chiqarishni kengaytirib hamda iste'mol qilish uchun sarflashni mo'ljallaydi. Va to'rtinchisi xo'jalik sohasida sheriklikni o'z xohishi bilan tanlaydi hamda ular bilan hamkorlik shaklini belgilaydi. Mana endi fermer xo'jaliklarining o'rtacha yer maydoni nimalardan iborat? Mana misol uchun AQShda 150 gektarni tashkil etadi. Kanadada 190 gektarni, Buyuk Britaniyada 70 gektarni, Fransiyada 31 gektarni, Daniyada 32 gektarni tashkil etsa, Almaniyada 18 gektarni, Ispaniyada 16 gektarni, Italiyada 18 gektarni, Gretsiyada 6 gektarni, O'zbekistonda esa 100 gektarni tashkil etadi. Endi mana shu har bir fermer xo'jalikda bir traktorga necha gektar to'g'ri kelishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda bitta traktorga AQShda masalan o'rtacha 40 gektar to'g'ri kelsa, Fransiyada 28 gektar, Almaniya va Italiyada 18-20 gektar to'g'ri kelsa, O'zbekistonda bir traktorga 100 gektar maydon demak to'g'ri keladi. Endi mana respublikamizda gapirib o'tdik. Mana hududiy texnik servis tizimi tuzilmasini takomillashtirib quyidagi qo'shma korxonalar hamda kompaniyalar faoliyat ko'rsatib kelyapti. Mana birinchisi Miramash Leasing servis shuba korxonasi, ikkinchisi Amkador Tashkent qo'shma korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lsa, uchinchisi UzCase servis qo'shma korxonasi, to'rtinchisi UzCase Mash O'zbekiston Energo qo'shma korxonasi, UzCase Traktor qo'shma korxonasi, o'z qishloq Mash Holding, keyingisi Case New Holding kompaniyasi. Bu kompaniyalarda nafaqat qishloq xo'jaligi mashinalari, asosan suv xo'jaligi obyektlariga bevosita xizmat qiladigan mashinalar, ekskavatorlar, buldozerlar va hokazo demak qurilish hamda migratsiya mashinalari ham keltirilgan. Ana o'shalar bo'yicha demak shular bo'yicha servis xizmatlarini o'tkazadi. Bu yerda mana Miramash Leasing servisning faoliyat o'sha viloyatlar servis markazlari zamonaviy texnika vositalarini aniq diagnostika qilish, barcha texnik servis ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini qisqa vaqt ichida hamda jahon andazalariga mos ravishda bajarish imkonini beradigan maxsus asboblar va uskunalar bilan jihozlangan. Endi bu yerda Miramash
lizing servisning viloyat servis markazlarida zamonaviy texnika vositalarini quyidagi o'z yil hamda agregatlarini kapital ta'minlash yo'l qo'yilgan. Masalan, yong'in asoslarini, shinalarni, tricycle vallarini silliqlash va blok teshiklarini yo'nish bilan shug'ullanadi. Generatorlar statorlarini ta'minlaydi. Gidrolik shlanglarni ta'mirlab hamda ishlab chiqaradi. Kamiz dvigatellarini ta'mirlaydi. Turbo kompressorlar hamda gidroakkumulyatorlarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Endi mana Minimash Leasing Servis korxonasida yuqorida nomlar keltirilgan o'z va agregatlarini ta'mirga qabul qilish, ularning ta'mirini tashkil etish va ta'mirdan chiqarilganlarini egalariga qaytarishning operativ tartibi yo'l qo'yilgan. Viloyat servis markazlarining dispetcheri to'planib qolgan nosoz o'z va agregatlarini tuzatish bo'yicha o'sha bosh ofisdagi servis markaziga ma'lumot beradi. Bosh servis markazi buyurtmachi viloyatga tezyurar yuk avtomashinasini jo'natadi hamda bu yerdagi nosoz o'zil va agregatlarni markazga olib keladi. Markazning ta'mirlash va ehtiyot qismlari bo'yicha mutaxassislari ta'mir taraf o'zil va agregatlarni turlari bo'yicha saralab, so'ngra ularni viloyatlardagi tegishli ixtisoslashtirilgan sexlarga jo'natadi. Ta'mirdan chiqarilgan soz holatdagi o'zil va agregatlar bosh servis markaziga olib kelinadi. O'z buyurtmachilariga, ya'ni ularni yuborgan holda servis markazlariga jo'natiladi. Mana Minimash Leasing Servis korxonasi tomonidan ko'rsatiladigan xizmat turlari. Birinchisi, masalan, joriy texnik xizmat ko'rsatish, bo'lsa, ikkinchisi kafolat muddat davrida ta'mirlash, uchinchisi reklamatsiya davlatnomalarini qabul qilish, to'rtinchisi kafolat muddatdan keyingi ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi. Beshinchisi texnik holatning lizing davridagi monitoringi hamda oltinchisi texnik o'quv seminarlari o'tkazib turadi. Endi mana kafolat muddat davomida servis xizmat ko'rsatish. O'sha lizingga berilgan texnikalarga servis xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Minimash Leasing Servis maxsus cheklangan jamiyat hamda uning viloyatlarida 13 ta hududiy filiallari tashkil etilib, faoliyati to'g'ri qo'yilgan. 50 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan va ushbu ish o'rinlari injener texnik xodimlar bilan to'liq bitlangan. Endi kafolat muddatdan keyin servis xizmat ko'rsatish. Birinchi, mana o'sha joylardagi lizing oluvchi tashkilotlar va servis markazi o'rtasida ishlab chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan berilgan kafolat muddatlari tugagan texnikalar texnik servis ko'rsatish bo'yicha shartnomalar imzolanadi. Ikkinchisi esa texnikalardagi yuzaga keladigan nosozliklar bo'yicha joylardagi lizing oluvchilardan talabnomalar qabul qilinadi va ushbu talabnomalarga asosan servis markazi tomonidan joylarga chiqib mavjud nosozliklarni kelib chiqish sabablari bo'yicha davlatlar tuziladi hamda ular bartaraf etiladi. Endi uchinchisi, Xitoyning gidrolik ekskavator va buldozerlar ishlab chiqaruvchi o'sha kompaniyasi bilan texnikalar bilan ta'minlash masalasi bo'yicha hamkorlik qilib kelinadi. Endi tahlillar o'sha yuqorida ko'rsatib o'tilgan tahlillar, ya'ni o'sha respublikamizdagi hamda xorijda xizmat ko'rsatgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijda firmalar texnik servisini tashkil tuzilmasi firmalar, mashina ishlab chiqaruvchilar firmalarining yangi texnika importyorlari va dilerlardan iborat. Firmalar texnik servisini tashkiliy shakli va tuzilmasi turli davlatlarda turlicha ko'rinishga ega. Firma ishlab chiqaruvchiga o'zi ishlab chiqargan mashinalarning butun foydalanish davridagi texnik holati uchun javobgarligi umumiy tamoyil hisoblanadi. Endi xorijiy davlatlarda ko'p yillar davomida to'plangan tajriba natijalari ko'rsatishicha, firmalar texnik servisni tashkil qilishning maqbul shakli bu dilerlik tizimidir. Bu mana Angliya, Amerika, Germaniya, Gollandiya kabi o'sha xorijiy davlatlarda firmalar texnik servisining tizimi, ya'ni o'sha dilerlik tizimi asosan 3 hududdan iborat. Birinchisi mashinasozlik korxonasi, ikkinchisi diler va uchinchisi firma xo'jaliklari. Mana shu bevosita mana shu sxemada ko'rinib turibdi. Endi xorijiy firmalarning firma xo'jaliklari dilerlik faoliyat ko'rsatuvchi tuzilmasida dilerlik korxonalari ikki xil qaram va mustaqil shaklda faoliyat ko'rsatadi. Qaram dilerlar faqat bitta mashinasozlik firmasi bilan faoliyat ko'rsatadi, ya'ni yangi texnikalar sotadi va texnik servisni bajaradi. Mustaqil dilerlar esa mashinasozlik kompaniyalari yoki firmalardan mustaqil bo'lgan yuridik subyekt hisoblanib, mustaqil dilerlik korxonalari hisoblanib, bu
demak asosan oilaviy tashkilotlar bo'lib, bir vaqtning o'zida bir necha yil kompaniyalarining litsenziyalari asosida ishonchli darajada faoliyat ko'rsatadi hamda firmaviy servisni amalga oshiradi. Endi mana John Deere, Internation firmalarining xizmat ko'rsatish radiusi masalan 40-50 kilometr bo'lgan kichik diler korxonalarini tashkil etadi. Caterpillar firmasi dilerlari esa bundan ham katta radiuslarda xizmat ko'rsatadilar. Dilerlar yangi texnikani sotish bilan birgalikda eski texnika savdosini ham o'tkazadi. Masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasining Rostov oblastida Belarus servis dilerlik markazi ochildi. Rossiyaning bir qator hududlarida ham mijozlarga yangi texnika vositalari va ehtiyot qismlarini sotish bo'yicha dilerlik tuzumlari tuzilgan. Stavropol Agropромснаб dilerlik tizimi ko'p yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Endi mana o'sha mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish davriyligiga keladigan bo'lsak, o'zimizda respublikamizda o'sha qurilish va migratsiya mashinalariga bevosita birinchi, ikkinchi, uchinchi texnik xizmat ko'rsatishlari asosan birinchisi 125 motosoatda, ikkinchisi 500 motosoatda, uchinchisi 1000 motosoatda amalga oshirib kelinmoqda. Endi xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tashkilotlar, muqobil mashina traktor parklari, demak suv xo'jaligi obyektlari xizmat qiluvchi, demak duglar, irrigatsiya tizim havza boshqarmasiga meliorativ ekspeditsiyalar, fermerlar ixtiyoridagi melioratsiya hamda suv xo'jaligi texnikalarini ta'minlash, ularga texnik servis ko'rsatish sifatida sarmog'ini oshirishda ularga bevosita xizmat ko'rsatuvchi texnikalar majmuasi uchun faoliyat ko'rsatadigan mustaqil dilerlik shoxobchalari orqali tashkil etilishi samara berishi mumkin. Endi hurmatli talabalar, yana qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etilgan adabiyotlar ro'yxatidan foydalanib olishlaringiz mumkin. Yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu elektron manzillar keltirilgan, mana shunga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.